Mana shunaqa bir insonlarga bo'lsa yetkazib qo'yasizlar hali domlalar. Ehson yurib chiroyli bo'lib ketgan pista bodom chaqadi, ili osh yeydi deydiganlar bor ekanda, men unaqa hech eshitmagan edim, endi eshitdim. Bularning chiroyli bo'lib yurishligiga sabab Allohning kalomini siz bilan bizga o'xshagan insonlarga yetkazadi. Shularda tanajoni sog'i bo'lsin, domlalarimiz hammasi Allohning panohida bo'lsin. Bularda hammasiga mehr muhabbatimiz baland. Bularda hammasini yaxshi ko'raman bularni. Siz bilan biz bilmagan hadislarni yetkazib to'g'ri yo'lga solib qo'yyapti. Bular bo'lmasa hayot ancha o'zgarib ketadi. Domlalarimizni salobatligi, chiroyliligi, farishtalik, fayzligi bu ovqatdan, pista bodom, ehsondan emas. Bular hammasi 5 mahal namozni 5 mahal tahorat qilib, namozni amallarini jaynamoz ustida bajarib, tanasiga beziyon bo'lgan eng yaxshi mashqlarni bajarganidan bular. Joninglar sog' bo'lsin, e'tibor uchun rahmat. Shunaqa domlalar haqida har xil gap gapirayotgan insonlarga yetkazib qo'yasizlar. Yonimda o'tirgan bir insonga aka domlaning ilmi kuchli ekan, ko'rinishi ham salobatli, chiroyli odam ekan desam, domlani ko'rinishi, chiroyliligi bu ilmidan emas ekan. Ehsonlarda davran to'rida o'tiradi, ili oshlar yeydi, pista bodomlar chaqadi. Shulardan bu deydi. Bo'pti deb indamay o'tirdimda, ehson o'tgandan keyin tashqariga ko'chaga chiqqanimizda akani chaqirib, aka hali shunaqa dedingiz. Shu gaplaringiz to'g'ri deb o'ylaysiz desam to'g'ri deydi. U gaplaringiz noto'g'ri aka dedim. Desam nima gap deydi. Domlalarning birinchi o'rindagi chiroyli bo'lishligiga sabab aka bu 5 mahal namoz o'qib tahorat oladi bular. Pokiza, pok yuradi. Ilmli aka, Allohning kalomini siz bilan bizga o'xshagan shu no'noq insonlarga yetkazadi, savodsiz insonlarga. Mana shuning uchun aka dedim. Keyin dedim 5 vaqt namoz o'qib jaynamoz ustida qilayotgan harakatlari sport tomonlama shuni tekshirishganda inson organizmiga eng beziyon, eng foydali usullarligi isbotlangan. Mana shuning uchun bular chiroyli yuradi aka desam, hayron qarayapti menga. Ishonmaysiz aka, siz ham pista bodom chaqib, davron to'rida o'tirib yurib, dedi bir oshmosh yurib ko'ring. Desam nima bo'ladi uka deydi. Oxiri o'lasiz dedim. Birinchi oshqozoningiz yog'laydi, xolesterin, ikkinchi jigaringiz, o'pkangiz, yuragingiz shu bilan insult bo'lasiz yo boshqa bo'lib o'lasiz aka dedi. Namoz o'qiysizmi desam yo'q deydi. Insonni qaddi qomatini chiroyli qiladigan, ko'rinishiga ko'rinish qo'shib bir sifatli qiladigan, farishtalik qiladigan asli inson